Bir kishi aytadiki, o'tirgan edim, bir qahvaxonada o'tirgan edim, birodarim keldi. Va bu yo'lni u betida yana bir chiroyli qahvaxona bor edi. Ovqat taomlanadigan bir restoran deydi, shunday narsa bor edi, shunday joy bor edi. Savol berib qoldi, "Hech mana shu yerga onangni olib kelganmisan?" O'ylanib qoldim. Va savol berdi, "Bu yerga ayolingni olib kelganmisan?" Bu endi shu shahrimizdagi mashhur restoran edi. Albatta olib kelganman. Ichimda aytyapman, chunki birodarimga gapirgan hajorat qilyapman. Lekin onamni biror marta olib kelmagan ekanman. U restoran tursin, oddiy taomlanish joyiga yoki biror bir joyga umuman mashinamda onamni aylantirgan olib chiqmagan ekanman. Shunda to'xtab qoldim. Yo'q, ya'ni olib bormaganman degan javob kelyapti-da ichkaridan. Va aytdiki, onang tirik bo'lsa, hozir uni qadriga yetishliging kerak. Hali kechmas. Hozir borib mana shu amalga oshirgan. Mana bu narsa menga juda bir yaxshi nasihat bo'ldi. Va men mana shu restoranga ikkita joy band qildim va onamning huzuriga bordim. Borsam onam meni kutib o'tirardi. Men odatda ishdan kech keladigan bo'lsam, onam meni derazaga qarab kutib o'tirardi, uxlamasdan. Har doimgidek onam uxlamagan ekan. "Onajon," dedim, "bir yerga boraylik, yuring kiyining," dedim. Onam hayron. "Qayerga boramiz?" "Sizni bir joyga olib bormoqchiman." "Qayerga ayt? Biror narsa bo'ldimi? Biror ko'rgilik bo'ldimi?" "Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki o'zim sizni aylantirmoqchiman." Onam hayron bo'ldi. "Kiyining ona, boramiz." Onam xuddi malikalardek kiyinishlikka harakat qilardi. Eng chiroyli kiyimlarini tanlardi va yosh bolalardek xursand bo'lardi. Men bo'lsam xuddi uzoq kutgan sevgilisi bilan ko'rishgani chiqqan yigitdek yuragim tez-tez urardi. Va onamning holatini ko'rib, dam kulgim kelardi, dam o'zimni yomon ko'rardim. Nimaga shu paytgacha onangni bir marta bo'lsa ham men shunday xursand qilmading deb. Mashinaga o'tirarkanlar dugonalarimga bugun o'g'lim meni restoranga taklif qildi desam, hammasini menga havas keladi derdilar. Shahar markazidagi shinamgina restoranga kirdik. Kirarkanmiz onam qo'limdan ushlab olib, buxor bilan xuddi shaharda birinchi raqamli xonimdek yurib ketardi. Ko'zlaridagi quvonchi yashirishning imkoni yo'q edi. Stolga o'tirarkanmiz menyuni olib o'qidim. Onam ancha ko'zdan qopdilar. Faqat katta harflarni ko'ra olardilar xolos. "Sen bolaligingda o'qishni bilmasding, menyuni men o'qirdim. Sen bo'lsang erkalanib, biror narsa tanlaguningcha ancha vaqt o'tardi. Endi bo'lsa seni navbating kelibdi" dedilar. Onam uzoq o'tmishni esladi. Suhbat qurib uzoq o'tirdik. Vaqt allamahal bo'lganini ham sezmabmiz. Qalbimda qandaydir shirin xotiralar, notanish iliqlik jo'sh urib turardi. Qanchalik ajoyib kecha bo'ldi. Shunday ayolni nimaga shu paytgacha bir marta bo'lsa ham restoranga taklif qilmabman? Bu shunchalar ajoyib ekan-ku, ya'ni zo'r ekan-ku, deb o'zim tergaydim. Onamni uylariga qo'yarkanman, "Bolam, sen bilan yana o'sha yerga borishni istayman" dedilar. "Bajondir onajon, unda kelayotgan haftada boramiz" dedim. "Lekin bu safar men to'layman restoranning pulini" dedilar qaysarlik bilan. "Mayli onajon, siz nima desangiz shu" dedim. Oradan 2 kun o'tmasdan saharda ukam telefon qildi. "Aka, tez keling. Onamning yuraklari xuruj qildi" deb qoldi. Onamni tirik ko'rish nasib qilmadi. Borgunimcha jonlari uzilibdi. Ma'rakalardan keyin ukam bitta konvert tutqazdi. Onam berib qo'y degan ekanlar. Ochdim. U yerda bir parcha qog'ozga xat qoldiribdilar. Bolam va'da qilganimdek avvaldan borib restoranga 2 kishilik kechki ovqatni hisoblatib, pulni to'lab keldim. To'lov qog'ozi ham shu yerda. Balki o'sha kungacha men yetib bormasman, lekin sen albatta ayolingni olib o'sha yerga borgin. Ikkalamiz o'tirgan joyda o'tirib ovqatlaninglar.
Men seni jonimdan ham ortiq yaxshi ko'raman bolajon. Qaniydi shu xatni yozgan ayol tirik bo'lsa, har kuni u ayolni boshimda ko'tarib restoranlarga, bog'larga, eng yaxshi joylarga olib borsam, suhbatlardan sarmast bo'lsam, qaniydi yana bir marta mana shunday oqshom nasib qilsa. Lekin endi onam yo'q edilar. Shuning uchun birodarlar, onalarimizni qadriga tirikligida yetishligimiz kerak. Bu kunlar o'tib ketaveradi. Biz yaxshi gapirsak ham, yaxshi gapirmasak ham. Dinni yaxshi mohiyatini tushunmaydigan bo'lsak, mana shunday xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Onalarimizga yaxshi qaramaymiz. Qadrini bilmaymiz. Keyin afsuslanib yuramiz. Shuning uchun dinni haqiqiy mohiyatini tushunadigan bo'lsak, onamiz garchi mushrik bo'lsa ham yaxshi so'zlashligimiz kerak, dinga da'vat qilishimiz kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam onalarga istig'for aytishlikka Alloh subhanahu va taolodan ruxsat so'radi, lekin izn berilmadi. Mana shunday onasini yaxshi ko'rganligidan qildi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Uni yaxshilikni xohlaganligidan qildi.